Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Jahongir Tursunboyev. Jahongir akademiya o'quv markazining rahbari. Sizlar bilan mana bugun qiziqarli bo'lgan, ya'ni Magic Square ingliz tilida aytilishi, demak, o'zbek tilida mana sehrli kvadrat deb nomlangan kvadratimizni qanaqadir ajoyib bo'lgan xossalarni sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Birinchi ko'radigan nimamiz hammani menimcha bir marta bo'lsa ham hayoti davomida ishlab ko'rgan bo'lsa kerak. Maktabda yoki qanaqadir testlarda, mana prezident maktabiga tayyorlanayotganlar yoki al-Xaraji maktabiga tayyorlanayotganlar uchun mana umuman hamma uchun desak ham bo'ladi. 1 dan 9 gacha bo'lgan ketma-ket raqamlarni deymizmi, mana sonlarni deymizmi? Demak, 3 ga 3lik kvadratga demak joylash haqida misolimiz. Endi joylaganimizda, demak, buni diagonalidagi sonlar yig'indisi, mana diagonaldagi sonlar va har bittagi qatordagi sonlar, demak, yig'indisi bir xil bo'lishi kerak. Bir xil. Va kerak bo'lsa mana ustundagi sonlar yig'indisi ham, demak, bir xil bo'lishi kerak. Ana endi birinchi qiladigan ishimiz 1 dan 9 gacha sonlarni qo'shib olsak. 1 dan 9 gacha sonlarni qo'shsak, bu nechaga teng? 45. Va bu har bitta qatordagi sonlar yig'indisi bir xil bo'lgani uchun bularni x desak, bu bilamizki hamma 9 ta sonning yig'indisi, ya'ni 3x teng necha bo'ladi? 45. O'z-o'zidan ma'lumki, har bitta qatordagi sonlar yig'indisi 15 ligini bilib olish qiyin emas. Mana 15 ligini bilib olish qiyin emas. Hozir birinchi ko'rayotganimiz, demak, Magic Square'ni, ya'ni sehrli kvadratni 3 ko'chlik holati uchun. Keyinchalik keyingi video darslarda agar qiziqishlar bildirilsa, 4 ga 4lik, mana hozir bugun to'g'ri ko'radiganimiz bizada toqqa toqligini, demak, metodini ko'rsatib ketaman. Toqqa toqlik o'lchamdagi bo'lgan sehrli kvadratlarni sizlar bilan problemasini bugun hal qilamiz. Xo'p, har bitta nimada 15 bo'lish kerak. Shuning uchun ham biza harakat qilamizki, demak, ikkita asosiy diagonal, ya'ni ikkita mana asosiy diagonaldagi sonlar yig'indisi 15 bo'lishini ta'minlashimiz kerak. Har bitta qatordagi 3 ta sonning yig'indisini 15 bo'lishini ta'minlashimiz kerak. Demak, metodimizni boshladik bo'lmasa. Metod juda sodda va hamma uchun tushunarli deb o'ylayman. Metod. Bu ingliz tilida method deb yoziladi. O'zimiz tilda metod. Mana. Xo'p, metod qanaqa? Metod juda bir murakkab emas. Hammaga tushunarli qiladigan qilib hozir tushuntirishga harakat qilaman. Demak, sal texnik nosozlik bo'ldi o'xshaydi menimcha. Yozib olamiz. Mana. Demak, xuddi shunaqa ko'rinishda 3 ko'chlik kvadratchamiz berilgan bo'lsa. Va biz buni yordamchi kvadratchalar to'ldirishni boshlaymiz. Birlik kvadratchalar. Mana markazlari, ya'ni yon taraflarini markazlari atrofida, demak, qo'shimcha nima chizib chiqamiz? Birlik kvadratcha. Ana endi qiladigan harakatimiz hamma uchun oson va hamma uchun yengil kechadi mana. 1, 2, 3. Demak, mana bu diagonallar bo'ylab biza 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni ketma-ketlikda joylashni boshlaymiz. Demak, kuzatib tursanglar, bemalol tushunib olasizlar. 3, demak, 3 dan keyin bu yerda 4, 5, 6, demak, 6 dan keyin bu yerda 7, 8, 9. Va mana bu 1 ni endi mana bu tarafga ko'chiramiz. Ya'ni 1 ni bu tarafga, ya'ni shu qator bo'ylab 9 ni bo'lsa, demak, mana bu joyga. 9 ni. 3 ni ko'chiramiz mana bu joyga. 7 ni ko'chiramiz tepasiga. Endi qo'shimcha chiziqlarni hammasini nima qilamiz? Qo'shimcha chiziqlarni hammasini sekinlik bilan o'chirib yuboramiz mana. Tepadagilar biz uchun nima emas endi? Kerak emas.
Bular уже kerak emas endi. Bemalol demak sehrli kvadrat deb atashimiz mumkin. Sehrli kvadrat degani qanaqadir xususiyati bo'lgani uchun ham sehrli kvadrat deb atalganda u. Mana bu diagonalni qo'shadigan bo'lsanglar ham bundagi sonlar yig'indisi 3 ta son yig'indisi 15. 2, 5, 8 ni qo'shsak ham bu yerda ham 15 mana. Qarashlaringiz mumkin, bu tarafdagi sonlar yig'indisi ham hammasi 15 mana. Demak, bu tarafdagi ya'ni qator deb aytamiz yoki buni satr bo'ylab deb aytishimiz ham mumkin. Demak, bundagi sonlar yig'indisi ham 15 mana. Ya'ni vertikaldagi turgan sonlar, ya'ni 2, 9, 4, 7, 5, 3, 6, 1, 8. Ya'ni buni vertikal deb ataydi yoki ustun deb ataydi. Bu yerda endi ko'p narsani o'rganib ketishlaringiz mumkin qizlar. Demak, mana 3 ga 3lik holatini ko'rdik. Sizlarga men hozir 5 ga 5lik holatini ham ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Diqqat bilan qarab turasizlar. Juda bir murakkab jarayon emas. Hop, 1 minut. Hop. Faqat diqqatli bo'lib qarab turishlaringiz kerak bo'ladi. Demak, 5 ga 5lik nimalarga ajratib olamiz buni? 5 ga 5lik birlik kvadratchalarga ajratib olamiz. Va bu qilgan metodimiz bemalol 7 ga 7lik bo'lgan birlik mana nimalardan tashkil topgan 7 ga 7lik kvadratga ham bemalol qo'llab ko'rsanglar bo'ladi. Bilamizki, bu 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlar уже ya'ni 5 ga 5lik magic square edi. Ya'ni sehrli kvadratda 1 dan nechagacha sonlarni joylashimiz kerak bo'ladi? 25 gacha bo'lgan sonlarni joylashimiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi biza bir narsani qilishimiz kerakki, har bitta qatordagi sonlar yig'indisi nima bo'lishi kerak edi? Har bitta qatordagi sonlar yig'indisi x, to'g'rimi? Qanaqadir x. Va bu 5 ta x teng bo'lishi kerak mantiqan 1 dan nechagacha sonlar yig'indisiga? 25 gacha bo'lgan sonlar yig'indisiga. Va buni hisoblash menimcha muammo emas. 5 kara x teng, demak 25 ko'paygan 26 taqsim 2. Bu bilan bu qisqarib ketsa 5, bu bilan bu qisqarib ketsa 13, demak necha ekan? 65. Bundan kelib chiqadiki, har bitta ustun va har bitta qatordagi sonlar yig'indisi va ikkita asosiy diagonaldagi sonlar yig'indisi necha chiqishi kerak ekan? 65 chiqishi kerak ekan. Xo'p. Endi keraksiz narsalarni men o'chirib yuboraman. Xo'p. 1 minut. Xo'p. Ana endi yaxshi, davom etamiz. Bunda ham tepadagi holatga o'xshab yordamchi kvadratchalarni ulaymiz. Zina shaklida. Zina shaklida. Sal kichkinaroq chizmasak, tushunmay qolasizlar menimcha. Hop. Mana. Ochib. Hop, qaraymiz. Bunaqasiga o'ylab olamiz. Ana endi bu tarafga o'ylab olamiz. Endi bu tarafga o'ylab olamiz. Xo'p, boyagi ishimizni yana davom ettiramiz. Ya'ni asosiy mana bu diagonallar paydo bo'ldi bu yerda. 5 ta asosiy diagonal. Shularga endi biza 1 dan 25 gacha bo'lgan sonlarni yuqoridagi ketma-ketlik asosida demak joylab chiqamiz. Bu qiyin emas. Xo'p. Demak, birinchisiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ana endi 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ana endi bizadagi asosiy kvadratni tomonlarini men rangli nima bilan ajratib chiqsam. Aslida biza shu kvadrat bo'yicha problemani hal qilishimiz kerak edi. Demak, bu tarafdagi 21 ni ko'chiraman tepaga. Mana bu joyga. Demak, 21 ko'chib tepaga. Endi 5 ko'chadi mantiqan qayerga? 5 pastga. Ya'ni shu ustun bo'yicha qaradik. Yana shu gap. Demak, mana bu 4 turgan ustunga qaraymiz. 4 zanach qayerga ko'chadi? Pastga. Mana. 16 ko'chadi, uni tepa bo'sh joyiga. 16 qayerga ko'chadi shunda? Mana. Mana bu joyga. Ana endi 1 ko'chadi mana bu joyga. 25 ko'chadi qaysi joyga? Demak, mana shu joyga 25 ko'chadi mana. Ana endi 6 ni ko'chiramiz 24 ni yoniga, 24 ni ko'chiramiz mana bu tarafga, 22 ni ko'chiramiz demak tepaga. Xo'p. 16 уже ko'chib bo'lganmiz edi. Xo'p. 10 ni ko'chiramiz pastga, 2 ni ko'chiramiz demak bu tarafga, 20 ni ko'chiramiz bu yog'iga. Va qarab ko'rishlaringiz mumkin endi mana bu qatorni yaxshilab e'tibor bersak 3, 16, 9, 22, 15 hammasini qo'shsak. Demak 3 ga 16, 19, 28, 28 ga 22, 50, 65. Haqiqatda birinchi qatorda ish berdi. Qolgan joylardagi endi qo'shimcha kataklarni o'chirib olsak, menimcha darrov tushunib olasizlar. Hop, hozir o'chirib yuboraylik. Yetadi. Ana. Bizani sehrli kvadratimiz уже qoldi mana sonlar bilan joylanib. Xo'p, e'tibor bersak bu taraf ham 65, qo'shib chiqsak 20, 28, 28. Demak bu 16, 49 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak 65. Qolgan hamma joyini qo'shib ko'rsanglar, haqiqatda 65 ni yasashi aniq. Mana ikkita asosiy diagonalni ham hisoblab ko'rishlaringiz mumkin. 11, 12, 13, 14, 15. Qo'shadigan bo'lsak boshi bilan oxiri mana. Yoki mana 11, 12, 13 bizada nechini beradi? 11, 12, 13. Xo'p, 36, 36 ga 14 qo'shsak 50, 65. Mana bu asosiy diagonalni hisoblasak ham xuddi shunaqa mana qaranglar. 3 demak 3, 8, 13, 18. 3, 8 ni qo'shsak 11, 11 ga 13 qo'shsak 24, 24 ga 18 qo'shsak 42, demak 23 qo'shsak 65. Va ustunlarda ham xuddi shu narsani sizlar kuzatishlaringiz mumkin. Mana 65, bu ham 65, bu ham 65 va bu tarafi ham 65. 7 ga 7lik uchun va 9 ga 9lik uchun demak o'zlaringiz bemalol qilib ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi video darslarimizda xudo xolasa juftlik, ya'ni 4 ga 4lik, 6 ga 6lik, 8 ga 8liklarni demak metodlarni sizlar bilan tanishib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.